Assalomu alaykum hammaga. HTMLda ikkinchi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda HTML degan papka ochgandik va uning ichida birinchi dars degan papkamiz bor. Hop, endi bugun hozir ikkinchi dars papka ochamiz. Ikkinchi dars. Va bu ikkinchi dars papkamizni Visual Studio'da ochib olamiz. Bu kerak emas. Xo'sh, ikkinchi dars uchun kerakli faylni ochib olamiz. Index nuqta html faylimiz tayyor. O'tgan darsda ko'rgandek, HTML va HTML 2 ga bo'linadi. Head nichiga saytimiz nomlanadi. Title HTML lesson 2. Hop, endi head tagidan chiqamiz va body tana qismini ochamiz. Tanada asosiy kodlarimiz yoziladi. Hop, HTML, head, body'larni o'rgandik. Endi hop, heading taglarini ko'rib chiqishimiz kerak. H1, H2, H3 va H6 gacha. Demak, tekstlar, yozuvlar har bittasi qaysidir tagni ichida yozilishi kerak va H1 degan tag ochamiz. H1 tagi bu maqola yoki paragraflarni nomlash uchun tepada katta yozuvda chiqarib beradi. Deylik, maqola H1. Keling, shuni yozmaylik. Maqola deb yozdik va natijasini ko'rishimiz uchun o'tgan darsda ko'rgandek pastda Go Live degan tugmani bosamiz. Agar kimgadir Go Live tugmasi bo'lmasa, mana bu joyda Live Server plugin o'rnatib olishimiz kerak. Live Server. Mana manda o'rnatilgan, o'sha darsni davom ettirsak bo'ladi. Go Live tugmasini bosamiz va natija brauzerda ko'rinadi. Mana maqola degan yozuv chiqdi. Hop, bundan keyin H1, H2 degan tag bor. Bunisi H2, H1 ga nisbatan kichkinaroq va xuddi shunday davom etadi. H3, zo'r adashib ketdim. H3 maqola kichrayib ketaveradi. Eng oxirgisi, eng kichkinasi bu H6. Bu kichkinasi. H1, H2, H3, H4, H5 hammasi bor. Va H1dan H6 gacha kattadan kichkinaga qarab ketadi. Hop, bular asosan sarlavha yoki sahifalarni nomlash uchun, paragraflarni nomlash uchun, katta yozuv va qalin yozuvda chiqarish uchun ishlatiladi. Asosiy standart oddiy yozuv chiqarish uchun paragraf tagi ishlatishimiz kerak. Paragraf tagi bu P tagi. P ochaman va uning ichida qanaqadir tekst yozishim kerak. Dasturlashda Visual Studio'da shunaqa narsa borki, sizga ixtiyoriy tekst kerak bo'lsa, shunchaki bosib tashlanmaydi. Ixtiyoriy tekst chiqarish kodi termini kalit so'zi lorem degan so'z bor. Lorem degan kalit so'z va lorem yoziladi va orqasidan nechta so'zdan iborat tekst kerakligini yozamiz. Deylik, 10 ta so'zdan iborat tekst. Enter bosaman va 10 ta so'zdan iborat tekst chiqarib beradi. Agar 5 ta so'z kerak bo'lsa, 5 yozaman va 5 ta so'zdan iborat tekst chiqarib beradi. Yoki 50 desam, 50 ta so'zdan iborat tekst chiqarib beradi. Agar bizda ham xuddi shunaqa narsa bo'lib qolsa, mana uzunlashib ketdi va cho'zilib ketib qoldi sahifa. Bu paytda Alt tugmasini bosib turib, Z tugmasi bosilganda ekranga moslashtirib, kichraytirib beradi. Hop, P tagi, lorem tagini o'rgandik va endi B tagi va strong taglarni ko'rib chiqamiz. B tagi bor.
B tegi bu yozuvni qalinlashtirish uchun ishlatiladi. Bold so'zidan olingan. Lek qalin yozuv deb yozdim. Va mana oddiy standart tekstni qalin yozuvga o'tkazib beradi. Keling, mana shuni ichidan dollar so'zini qalin yozuvga o'tkazamiz. Kesib olaman, bitagini ochaman va ichiga tashlayman. Va dollar so'zi mana qalin yozuvda chiqdi. Shu bilan bir vaqtda strong degan bor. Strong tegi. Bu ham xuddi o'sha ishni qiladi. Qalin yozuv. Strong. Bu ham mana qalin yozuv ikkalasini ko'rinishdagi hech qanaqa farqi yo'q. Ikkalasi ham qalin yozuvda chiqarib beradi. Bitta farqi bu strong tegi ichida yozilgan yozuv urg'u berilgan yozuv deyiladi. Ya'ni Google'da poyezd berganda agar bizni sahifamizda shu strong tegi orasidagi so'z bo'lsa, poyezd berganda shu bizni sahifamizni Google'da teparog'iga chiqarib berishga yordam beradi. Poyezdda chiqarib berishga yordam beradi. Va shu bilan birga itagi bor. Itagi bu kursiv italik so'zidan olingan qiya yozuv qilib beradi. Qiya yozuv. Bu itagi orasida ixtiyoriy yozish mumkin. Faqat qiya yozuv bo'lgani uchun qiya deb yozdim. Qiya yozuv. Va bu bilan bir vaqtda m degan bor. Bu ham xuddi shunaqa qiya yozuv chiqazib beradi. Mana I va M degi ikkalasi ham bir xil. Faqat bu ham strongga o'xshab Google'da poyezd bergan paytda bu sahifamizni chiqarib berishga yordamlashadi. Xo'p, I, M, A va U va instaglari. U tegi bu underline so'zidan olingan bo'lib, bu yozuvni tagiga chizadi. Yozuv tagi chiziq. Yozuv tagiga chiziq. Natijasini ko'ramiz. Mana oddiy yozuv va tagida chizig'i bilan chiqib keladi. Bu bilan bir xil ish qiladigan instagi bor. Instagi ham yozuvni tagiga chiziq chiqarib beradi. Bittalab yozib o'tirishni xohladim va kopirovat qilib вставить qilib. Ikkalasi ham ko'rinishi bir xil, faqat instaga M va strong deglariga o'xshab urg'u berilgan so'z deb hisoblanib, agar Google'da yozuv tagiga chiziq degan yozuv yozsam, mani sahifamni Google'ga poyezdlar qatoriga chiqarib berishga yordamlashadi. Hop. Bundan keyin mark tagi bor. Bu markerlash tagi hisoblanadi. Yozuvni orqa fonini sariq rangda chiqarib beradi. Markerlash tagi. Bu joyda ixtiyoriy yozuv yozish mumkin. Men faqat shu tegini vazifasini yozib qo'yapman. Markerlash tagi. Yer. Ana endi yerdagi nima ish qilishini ko'rishimiz kerak. Hop, bu yerdagi dasturlashda Visual Studio va HTMLda Enter bosmoqchi bo'lsam, konstruktordan keyingi so'zlar pastga tushishini xohlasam, xohlagancha Enter berishimdan qat'iy nazar, lekin natija o'zgarmaydi. HTMLda shunaqa qoida borki, har bitta so'zni chap va o'ng tomonidan bittadan probel tashlanadi. Ammo Enter bosmoqchi bo'lsam, pastga tushmoqchi bo'lsam, beer degan tegdan qo'ydim. Beer. Beer xuddi mana shu yozilgan joyida pastga Enter bosilganga o'xshab keyingi satrga o'tkazib beradi. Yana bitta beer bossam, yana bitta Enter bosilgan bo'lib, bu satr chiqazib berdi. Demak, beer degani ham ko'rdik. Hop, hr degan teg bor. hr hr mana hr bu gorizontal chiziq chizib beradi. Natijasini ko'rsak, mana gorizontal chiziq. Pretegi. Pretegi qachon va nima uchun ishlatiladi?
Pretegi pi tegidan farqli. Pretegini ichida interlar va probellar ishlaydi. Lorem yozdim. Mana pretegi yozdi, chiqazdi. Va pretegida endi probel bo'lsam ishlaydi. Probel degani bo'sh joy. Qancha bo'sh joy yozsam, yozuvni qanaqa shaklda yozsam, xuddi o'shanaqa shaklda chiqazib beradi. Enter bossam, enter bilan chiqazib beradi. Strategi. Pdan farqi buning ichida probel va enterlar qanaqa shaklda yozsam shunaqa shaklda chiqazib beradi. Undan keyin kode degan teg bor. Kode tegi bu dasturlashda veb-saytimda kod qismi qanaqadir kodlar ishlatilsa, o'sha kodlarni shu kode tegi ichida yoziladi. Va kode tegi ichida yozilgan tekst kod deb hisoblanib, saytni translate qilganda, tarjima qilganda bu hamma joyini translate qilib va kodini ichidagi yozuvni kod deb hisoblab bu joyni tarjima qilmasdan ketadi. Agar kodlarimni sahifam dasturlashga oid sahifa bo'lsa, kodlarimni kod etagi ichiga yozmasam, ularni ham translate qilgan payt tarjima qilib ketishi mumkin. Hop, undan keyin control slash bu nima ish qiladi? Bu bir buyruq bo'lib control slash Visual Studioda kommentariya chiqarish uchun ishlatiladi. Control bosib turib slash y tayoq bosiladi va kommentariya hosil bo'ladi. Va ichiga yozaman bu komment. Kommentariya bu dasturchilar sahifani bir emas bir nechta dasturchi ishlatayotgan bo'lsa yoki bitta dasturchini o'zi ham ishlatayotgan bo'lsa, o'zi uchun dasturchilar bir-biri uchun eslatma qoldirish uchun ishlatiladi. Bu faqat kommentariya deb e, veb sahifa hisoblanadi va veb sahifaga bu yozuv chiqazilmaydi. Ko'rsak, kommentariya degan yozuvni o'zi yo'q. Bu shunchaki faqat kod ichida ko'rinadi. Hop, mana endi xo'sh, ul tegi va atributlarga o'tishimiz kerak. Bu keyingi darsimizni vazifasi bo'lgani uchun hozircha oddiy tushuncha berib ketaman. Hop, ro'yxatlar. Ro'yxatlar tuzish uchun ul va ol teglari ishlatiladi. Ul tegi bu ro'yxatni belgili ro'yxat deb hisoblanadi. Kommentda yozib ketaman. Birinchisi ul tegi, belgili ro'yxat. Ro'yxat tuzadi. Yoki tartibsiz ro'yxat ham deyiladi. Belgili ro'yxat yoki tartibsiz ro'yxat ham deyiladi. Va undan tashqari oltigi bor tartiblangan ro'yxat chiqazish uchun ishlatiladi. Oltigi. Va bularning ichida har bitta ro'yxat, har bitta qator uchun lilar yoziladi. Deylik, mevalar ro'yxatini tuzmoqchiman. Ma, mor, gilos. Shu joyda kursorni o'zgartirmasdan Ctrl C, Ctrl V ni bossam o'zi avtomatik nusxalab beradi. Natijani ko'ramiz. Natijada belgili oldida belgilisi bilan ro'yxat chiqazib berdi. Endi xuddi shu narsani nusxalab olni ichiga tashlayman. Buni ham lila bilan ochiladi. Natijani ko'radigan bo'lsa, bunda tartiblangan ro'yxat 1, 2, 3, 4 deb ro'yxat chiqazib berdi. Hop, bu darsimizni vazifasi xuddi mana shu darsda qilingan ishlarni o'zingiz mustaqil ravishda bajarib va bizga vazifani topshirishingiz kerak bo'ladi. Hammasi uchun rahmat. Salomat bo'ling.